Pulingiz bo'lsa, o'g'lingizga iPhone telefon olib berganingiz yaxshimi yoki shunaqangi polni komplekt nabor trenajyor olib berganingiz yaxshimi? Mana shu trenajyorni o'zimiz noldan ishlab chiqaramiz. Hozir obzorini qilib beramiz. Oxirigacha ko'ring. Birinchi funksiya bemalol oyoq mashqlarini bajarsa bo'ladi. Ikkinchi funksiya ikkala tomonda 80 kilodan toshi bo'ladi. Bu joyi bemalol 180 gradusga buriladi. Tevadan tortib xohlagan mashqlarni bajarsanglar bo'ladi. Yoki bo'yingizga moslab bemalol pastga tushirib pastdan tortib shug'ullansa ham bo'ladi. Xolasangiz turni tortining, xolasangiz o'zingizga moslab brus qiling, brusni ham tort, keng, bemalol bo'yni baland past qilib shug'ullansa bo'ladi. Shtanga qo'yish uchun postavkalarni qo'yib olamiz. Shtangasini o'rnatamiz. Odamga xavfsizlik eng birinchi o'rinda, shuning uchun strixovkalarni o'rnatib olamiz. Shtangani ko'tarish uchun shunaqangi o'zimiz universal stolimiz bor. 5 ta pog'onada balandlar pastlaydi. Press qilsa bo'ladi, bemalol shtanga ko'tarsa bo'ladi. Undan tashqari tikka qilib olgan holatda gantel ko'tarsa ham bo'laveradi. Undan tashqari oldida oyoqqa ishlasa bo'ladi. Baquvvatligiga garantiya beriladi. Xudo xolasa ancha yillar xizmatingizni qiladi. Do'stlar, bu komplektimiz naborida ikki tomonda 80 kilodan 160 kilo bo'lgan temirdan bo'lgan toshlari bo'ladi. Undan tashqari 50 kilo haqiqiy zavodskiy original usti rezinoviy bo'lgan biling toshlari ham bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan naborlar hammasi bo'lib 14 million 200 ming so'm bo'lyapti. Undan tashqari bunaqangi yer meshogimiz bor. Buni narxi 1 million 800 ming so'm. Shu naborimiz общий hisobda 16 million so'm bo'lyapti. Shu naborimizni olganlarga ikkita 10 kilolik bunaqangi usti rezinoviy bo'lgan zavodskiy gantelimizni ham bonusga qo'shib beramiz. Do'stlar, manzilimiz Farg'ona shahrida joylashgan. Bundan tashqari butun O'zbekiston bo'ylab tekinga dastavkasini ham qilib beraveramiz. Pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar.